Assalomu alaykum. Efirda Kun xabarlari kanali. Kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. OVA axborot agentligining xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar 21-fevraldayoq Eronga zarba berishga tayyor. Axios axborot agentligining yozishicha, Qo'shma Shtatlarning Eronga hujumi davom etsa, bu hujumlar bir necha hafta, balki bir necha oylarga ham cho'zilishini taxmin qilmoqda. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin do'stlar. Qo'shma Shtatlar rostdan ham 21-fevral kuniyoq Eronga zarba beradimi? Tinchlikni juda sevuvchi va tinchlikparvar prezident Donald Trump avvalroq Qo'shma Shtatlar Eronga ikkinchi harbiy kemani ham jo'natgani haqida xabar bergan edi. Bu qiruvchi samolyotlar bilan to'lib toshgan Qo'shma Shtatlarning ikkinchi harbiy kemasi ham Avram Linkolnning oldiga kelib muhim pozitsiyani egallagan do'stlar. Isroilning Yanet axborot agentligining ma'lumotlariga ko'ra, Isroil kuch ishlatar tizimlari eng yuqori tayyorgarlik holatga keltirilgan. Bu degani do'stlar, Isroil armiyasi urushga butunlay tayyor degani. Ehtimoliy hujum haqiqatdan ham 21-fevral kuni amalga oshirilsa, Eron ham qarab turmaydi do'stlar. Qo'shma Shtatlarning Eron atrofidagi barcha bazalarini yo'q qiladi. Qo'shma Shtatlarning Eron atrofidagi bazalarini yo'q qilgandan so'ng Eron albatta Tel Avivga hujumga o'tadi. Tel Aviv juda og'ir ahvolda qolishi mumkin do'stlar. Efirdagi kamchiliklar uchun uzr so'raymiz do'stlar. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring, like bosib bizni kanalni qo'llab-quvvatlang. Assalomu alaykum. Efirda Kun xabarlari kanali. Kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Axios agentligining axborotiga ko'ra, 16-fevral kuni Eronning g'arbida joylashgan Iroq bilan chegaradosh hududi Ilan shahrida fuqarolar hukumatga qarshi namoyishlarni boshlagan. Namoyishchilar Xomanayga o'lim shiori ostida hattoki hokimiyat binosi tomonga ham harakatlangan. Hozircha Eron hukumati ushbu tartibsizliklar haqida hech narsa demayapti. Yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki, Eron ichki ishlar qo'shinlari hamda fuqarolar o'rtasida hech qanday janjal yoki jarohatlanganlar, halok bo'lganlar haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q do'stlar. Axios agentligining xabar berishicha, ushbu tartibsizliklarda Qo'shma Shtatlarning qo'li borligi xabar qilinmoqda. Yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki do'stlar, Amerikaning eng urushsevar senatorlaridan biri Lindsey Graham O'zX tarmog'ida 15-fevral kuni tezkorlik bilan Eronga harbiy operatsiyani boshlashni Donald Trumpga maslahat bergan edi. Lindsey Graham X tarmog'iga yana shuni qo'shimcha qilganki, Eron xalqining ko'z yoshlari yaqinda tugaydi. Ushbu davlat tez orada ag'dariladi deb yozib qoldirgan. Undan avvalroq esa Qo'shma Shtatlarning yuqori lavozimli ishchisi Scott Bessent Kongressga topshirgan o'z intervyusida Qo'shma Shtatlar Erondagi barcha tartibsizliklarni moliyalashtirgani haqida ma'lumot bergan edi. Axios axborot agentligining xabariga ko'ra, Eronning Ilan shahrida boshlangan tartibsizliklar Qo'shma Shtatlar Eron operatsiyasini boshlanishi hisoblanadi do'stlar. Hurmatli do'stlar, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring, kanalga obuna bo'ling, like bosib bizni kanalni qo'llab-quvvatlang. Albatta efirdagi kamchiliklar uchun uzr so'raymiz do'stlar.